Akam aytishlari bo'yicha bu yerda umuman aholi turmas ekan, faqat dacha ekan. Ko'rib turgan yerda aspal, bu yoqlari ham aspal, ozginasi aspal bo'lmagan. 5,5 sutu ekan. Dodam tez aloqaga chiqmasangiz bo'lmaydi. Zo'rini topib qo'ydimmi? Bu yog'ini mana alohida o'zining garajlari bor. Mashinalarni shundoq qo'yasizlar-da, tepaga chiqib ketib borasizlar. Tepaga chiqqaningizdan keyin shunaqa sizlarni go'zal xo'l kutib oladi. Xo'lni ko'rayotgan bo'lsangiz, katta terrasalarni qarang. Tabiatni bemalol mazza tomosha qilib o'tirasiz-da. Sizlarni katta xo'l kutib oladi. Alohida basseynlargacha qilib qo'yishgan. Saunlarga alohida o'zining joyi bor. Tualetlarni bemalol sharoitlar qilib qo'yishni cho'tki qilib chiqasizlar. Terrasada sizlarni shunaqa zo'r atmosfera kutib oladi. Sizlarga dacha narxini boya 285 ming qilib qo'ydim. Boshqa. Bismillah deb mana birinchi polchimizni qilamiz. 3 milliard nech puli Doniyor aka? 437 million. 437 millionga baraka qilamiz. Tez aloqaga chiqing. Hoji aka, qushlarni qarang, manzarani qarang, yomg'ir yog'yapti. Allohning barakotida qushlarni qarang uchib yurishini. Mashalloh, mashalloh. Sizga yolg'on, bizgacha mashina dengizlarni ko'rganimiz, ko'zlarimiz ko'rdi. Sizlarga shu dachamiz narxi bor yo'g'i 285 ming dollar qilib beramiz. Hoji akalarimga sunnatiga 5 ming dollar o'tib beramiz. Xo'p, Arintri keladigan bo'lsa, bochkadan 7 minutli yo'l ekan. Sizlarga yo'llari asfalt qilib qo'yilgan. Shapaloqlar bo'lsin, shapaloqlar. Akam aytishlari bo'yicha bu yerda umuman aholi turmas ekan, faqat dacha ekan. Ko'rib turgan yerda aspal, bu yoqlari ham aspal, ozginasi aspal bo'lmagan. 5,5 sutu ekan. Dodam tez aloqaga chiqmasangiz bo'lmaydi. Zo'rini topib qo'ydimmi? Bu yog'ini mana alohida o'zining garajlari bor. Mashinalarni shundoq qo'yasizlar-da, tepaga chiqib ketib borasizlar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Qo'noqdagi Times ko'rsatuviga xush kelibsizlar. Bugun havo juda go'zal. Yomg'ir yog'ishini qarang, mashalloh. Hozir Toshkent shahriga ham chiroyli yomg'irlarimiz yetib boradi. Xudo xolasa, akalarim mana shu suvni bo'yida 7 minutli yo'l bochkadan Doda dacha chiqib qoldi. Akalar high-tech 3 milliard 437 million so'mga chiroyli narx qilib beraverman dilaman. Krasavchiklarning o'tirishini qarang aka. Kel ukam. Qaranglar hurmatli obunachilar, polni dachani papasi Vietnam mori. Okalar, bunaqa lokatsiyada bunaqa chiroyli narsalar hadeb ham chiqurmaydi. Dachamizda 4 ta uruvinli 50 ta odamga mo'ljallangan narxi bor. Vashi sinib ketgan. Hozir men sizlarga narxini aytaman. Oldin proyektni ko'rib olinglar dedim. Xo'p, birinchi qavat ko'rasizlar, mashinani olib kirasizlar. Basen filtrlar uchun joy, ikkinchi qavatga chiqasizlar. Bu yerda letniy kuxna, mansarda terrasa cho'tki qilingan. Basen o'rni, zimniy, letniy, finskiy, turistskiy hammasi hammasini o'rni. 3-chi, 4-chi, 5-chi qavat, 5 qavat ekan, hurmatli obunachilar. Gap bo'lishi uchun 1400 kvadrat metr fundamentini o'ziga 80 ming dollar ishlatgan ekanlar. Ko'chani ko'ryapsizlar, asfalt qilingan. Hozir biz данный время Qizil suvda turibmiz. Rodeni ko'chasi, Rodeni ko'chasi bilan bundoq kirib kelsanglar, dachniy zona bor, dachniy posyolok. Bu yerda jiloy uylar umuman yo'q. Hammasi dachalar, hurmatli obunachilar. Keyin terrasadan boshlaymiz. Terrasa uchun joy. Tapchan, mapchan, qozon, o'choq, mashtan, bayramni qo'rsanglar bo'ladi. Bemalol qishin yozdan akalar. Terrasada hamda bilyardli zonami, kinoteatrmi, PlayStationmi, bu yerda yana bitta xona, общий 10 ta xonasi bor, 11 ta xonasi bor, akalar. 50 ta odam bemalol sig'adigan dacha. Bunaqa narsalarni tayyorini 1 million dollar ham deb aytib o'tirishgan ekan. Xuddi mana shunaqa proyektlar. Qaranglar, biz hozir 3-urovindamiz. Hamma xonalar razdельный qilingan.
spalniy sanuzel, hamma narsa razdельный qilingan. Yana vид на море. Alohida sanuzellari bilan spalniyaning alohida sanuzellari bor. Qaranglar, basseynning tepasiga ham terrasa uchun joy qilingan. Bu yerda ham yo'q forestli, общий 1400 kvadrat metr ekan. Dachamizda alohida e'tibor berilgan nimaga? Mana chiroyli vid bo'lishiga e'tibor berilgan. Tog' yonbag'larida maza qilib, yashayveradigan joyi. Qaranglar, mana bu basseynning o'rni. Oyna qo'yib qo'yasizlar. Qishin yozin ishlaydi okalar. Endi bu yerda bir sotuv yerni nech pul deyapti jigarim? Bir sotuv yerni 20-25 ming deb o'tirishibdi. 5,5 sotuvga qurilgan. Ko'ryapsizlar, hamma xonalar razdельный zinalariga chiqib qo'yishgan. Mana bu yerda mana basseynning o'rni, o'ng taraf sauna, finskiy sauna, turetskiy hammom uchun joy qilingan. Jigarim, mana shu videoga bitta like bosib qo'ying, nastroy uchun yana xudo xolisa sizlarga doda ko'rsatishda davom etamiz. Xo'p, basseynning filtrlari uchun mana shu yerda joy qoldirilgan ekan. Mashinani olib kiramiz, tepaga chiqamiz, boyagi villani ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, nastroy uchun mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar. Rodini ko'chasiga shapaloqlar bo'lsin. Bilasizlar, bu yerda faqat soqqa qiladigan ko'cha. Olik obunachimiz bugun mana shu ko'prikdan o'tasizlar, 7 kilometr ichkariga kirganinglarda Dacia reklama qildik, narxi bor yo'g'i $285 qilib qo'yamiz. Hammalarga rahmat. O'shaga xonalari keladigan bo'lsa, 10 ta xonasi bor. Mana bu o'zini xo'li bor, ko'rayotgan bo'lsanglar, spalniy zal, hamma narsa bor. Jan, tabiatni qarang, go'zalligini, Alloh chevardi. Mana shunaqa joydan bitta joy qilib qo'yib, onaxon bilan otaxonni duosini olsangiz nimalar bo'lib ketarkin, Mana qarang, tayyor, mana tayyor. Tepada mana tayyor bo'lgan daychalar ham bor. Assalomu obunachilarimiz, bugun bizning obzorimizda Tog'dag'otda daycha sotilyapti. Narxi 1 million deb o'tirishgan ekan boshqa daychalar. Uning narxini inshaalloh sizlarga manfaatli narxlarda qilib beramiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Yangilar Vines. Ularga keladigan bo'lsa, общий 10 ta xonasi bor ekan. 50 kishiga mo'ljallangan ekan. Mana bu yerda terrasalari bor ekan. Terrasalarda bemalol mangal pishirib o'tirasizlar. O'zining alohida spalniylari bor. Общий ko'rayotgan bo'lsanglar mana. Yaxshi bolalarga salom. Prirodani dodasi mana, daychani dodasini topib qo'ydim. Tez obuna bo'linglar, narxini aytamiz.